Ummu Habiba Alloh va rasulini hamma narsadan afzal bilgan, kufrga qaytishni, kishi oloviga uloqtirilishini istamagandek yomon ko'rgan edi. Butun haram ahlini itoatda tutib turgan Makka sayyidi Abu Sufyon ibn Harb Quraysh qabilasidan biron kishi uning ra'yiga qarshi chiqishini yoki muhimroq ishda gapini ikki qilishga jur'ati yetishini xayoliga ham keltirmasdi. Biroq qizi Ramla Ummu Habiba bu xom xayolni puchga chiqardi. Otasining ilohlarga kufr keltirib, eri Ubaydulloh ibn Jahsh bilan birga sherigi yo'q bo'lgan yolg'iz Alloh taologa ishondi. Elchisi Muhammad ibn Abdullohni tasdiqladi. Abu Sufyon bor imkoniyatini ishga solib, qizini ota-bobolarining diniga qaytarmoqchi bo'ldi. Ammo qo'lidan kelmadi. Chunki Ramlaning qalbidagi iymoni shunchalik chuqur tomir otgandiki, uni Abu Sufyonning g'azabi bilan qo'zg'algan bo'ron va to'fonlar sug'ura olmasdi. O'zining pushti kamaridan bo'lgan farzandini jilovlay olmagan, Muhammadning diniga ergashishdan to'sishga qurbi yetmagan ota Quraysh qabilasiga qaysi yuz bilan yo'liqishni bilmay boshi qotib qoldi. Abu Sufyon qizidan norozi ekanini eshitgan mushriklar jur'atlanib, Ramla va kuyovining tomog'idan happa bo'g'ishdi. Yursa-yu, tursa tinch qo'ymay, axiri Makka hayotidan bezdirib yuborishdi. Payg'ambar alayhisalom Habashistonga hijrat qilishga izn berganlarida er-xotin qizchalari Habibani olib, muhojirlar safining avvalgi qatoriga qo'shilishdi. Iymonlarni asrab qolish uchun Najjoshiyning himoyasiga oshiqishdi. Lokin Abu Sufyon ibn Harb va boshqa Quraysh zodagonlari bunga chidasha olmadi. Bir necha nafar musulmonlar sirtmoqdan qutulib, Habash diyorida tinchlik mazasini totishini hazm qilisha olmadi. Najjoshiyni muhojirlarga qarshi qayrash uchun elchilarni yuborishdi. Quraysh vakillari podshohdan qochoqlarni qaytarishni so'rashdi. Ularga kurakda turmaydigan ayb va nuqsonlarni yopishtirishdi. Jumladan Masih va onasi Maryam haqida yomon gaplarni gapirishadi deyishdi. Najjoshiy kibor muhojirlarni chorlab, dillarining haqiqati haqida savol qildi. Iso ibn Maryam va onasi to'g'risida nima deyishlarini so'radi. Payg'ambarlarning qalbiga nozil etilgan Qur'ondan bir-ikki oyat o'qib berishga buyurdi. Iymonlarni asrash uchun g'urbatga rozi bo'lgan ashoblar islom haqiqatini bayon etishdi va Qur'oni Karimdan ba'zi oyatlarni o'qib berishdi. Sof qalb egasi Najjoshiy bundan ko'p ta'sirlanib yig'ladi. Hatto soqoli ho'l bo'lib ketdi. Sizning payg'ambaringizga nozil etilgan din bilan Iso ibn Maryam keltirgan yo'l bitta manbadan nur emgani aniq dedi. So'ng sherigi bo'lmagan yolg'iz Allohga iymon keltirishini e'lon qildi va Muhammad alayhisalomning haq payg'ambar ekanini tasdiqladi. Shuningdek, uning yurtiga qochib kelgan muhojirlarni himoyasiga olganini ham e'lon qildiki, biroq rohiblar islomga kirishdan bosh tortishdi va o'zlarining nasroniyligida qolishdi. Ummu Habiba banihoyat uzoq davom etgan tund qiyofali kunlar nihoyasiga yetib, osuda hayot boshlandi. Alamlar bilan to'shalgan mashaqqatli yo'l omonlik vohasiga olib keldi deb gumon qildi. Taqdir yana nelarni hozirlab qo'yganidan u butunlay bexabar edi. Ulug' hikmat sohibi Alloh Ummu Habibani har qanday puxta pishiq erkakni dovdiratib, aqlini shoshirib qo'yadigan imtihon bilan sinashni va undan yorug' yuz bila olib chiqishni iroda etdi. Bir kecha uyquga cho'mgan Ummu Habiba tush ko'rdi. Go'yoki er Ubaydulloh ibn Jahsh dengizning tubida qoqilib suqilib yurganmish. Atrofini bir-biridan quyuq zulmatlar o'rab olgan, ahvoli nihoyatda ayanchlimiş. Ayol cho'chib uyg'ondi. Uyqusida ko'rganlarni hech kimga aytmadi, ammo bexosiyat tush ko'p kuttirmay ro'yobga chiqdi. O'sha mash'um tundan keyingi kunduz nihoyasiga yetmasdan Ubaydulloh ibn Jahsh dinidan qaytib nasroniy bo'lib ketdi. Qovoqxonada bir necha piyonista hamtovoqlari bilan birga aroqdan bosh ko'tarmay qo'ydi. Ummu Habibaning oldiga yengili ham og'ir bo'lgan ikkita shartni qo'ydi: yoki taloq, yoki nasroniylik. Ummu Habibaning ro'barosida 3 ta yo'l turardi. Tinmasdan nasroniylikka da'vat qilayotgan erining gapiga kirsa, Alloh saqlasin dinidan qaytish kerak. Holda dunyo sharmandaligi va oxirat azobiga giriftor bo'lishi tayin. U bu yo'lni o'la qolsa ham tanlamaydi. Agarchi temir taroq bilan go'shtini suyaklaridan ajratib tashlasalarda. Mabodo Makkaga otasining uyiga qaytsa, u hanuzgacha shirk qal'asining qal'adori, keyingi hayotini xor-u-zor holatda kechirishga to'g'ri keladi. 3-yo'lni tanlasa, eri-yu qarindoshlaridan uzilib, vatani-yu qavmidan mosuvo, Habash diyorida yolg'iz o'zi yashashga mahkum. Ummu Habiba Alloh azza va jallaning rizosini barcha narsadan ortiq bildi va to mehribon Parvardigor
o'zining huzuridan yengillikni keltirguncha olis yurtda tanho yashab turishga azmu qaror qildi. Ummu Habibaning intizorligi uzoq cho'zilmadi. Nasroniylikni qabul qilgandan so'ng ko'p yashamagan eridan ajralgan ayolning taloq iddasi nihoyasiga yetishi bilan yengillik keldi. Hech kutilmaganda mahzunlik kayfiyatiga chulg'angan uyning tomiga yurakni entiktiruvchi xushxabar zumrad qanotlarini qoqib kelib qo'ndi. Kumushrang kunning choshgoh paytida taqillatgan eshikni ochgan Ummu Habiba ostonada podshoh Najjoshiyning xos kanizagi Abrahani ko'rdi. Abraha odob bilan salom berdi. Izn so'rab kirgach dedi: "Podshohimiz sizga salom yo'llaydilar va aytadilarki, Allohning elchisi Muhammad sizga uylanmoq niyatida ekanlar. Janob oliylarga maktub yuborib, u kishini o'zining tarafidan vakil sovchi qilibdilar. Siz ham o'zingiz xohlagan kishini vakillikka tanlang." Quvonchdan Ummu Habibaning boshi osmonga yetdi. "Alloh senga ham xushxabar yetkazsin. Alloh senga da yaxshilik bashoratini yetkazsin" dedi va shosha-pisha taqinchoqlarini yechishga tushdi. Ikki bilak uzugini yechib Abrahaga uzatdi. Yoniga ikki xolxolini, oyoqqa taqiladigan bezagini qo'shdi. Ketidan sirg'alarni, uzuklarni berdi. Agar shu lahzada butun dunyo boyligiga ega bo'lganida, aniqki o'ylab o'tirmasdan hammasini suyunchiga berib yuborgan bo'lardi. Yana nima qilsin? Barcha bezagu taqinchoqlardan xoli bo'lgan baxtiyor ayol men o'zimning tarafimdan Xolid ibn Sayd ibn Osni vakil qildim. Bugungi kunda u menga odamlarning ichida eng yaqini dedi. Najjoshiy muhojirlarni Habashistonning eng chiroyli go'shasidagi serdaraxt tepaligining ustida joylashgan qasriga chorladi. Saroyning ajoyib naqshlar, go'zal jihozlar bilan bezatilgan, mis shamchiroqlar bilan yoritilgan ulkan xonasida Payg'ambar alayhisolamning Ummu Habiba binti Abu Sufyon bilan unashtirish marosimida ishtirok etish uchun Ja'far ibn Abi Talib, Xolid ibn Sayd ibn As, Abdulloh ibn Huzofa as-Sahmiy boshchiligidagi sahobalar guruhi to'plandi. Jamoat jam bo'lgach, Najjoshiy majlisni ochib, barcha ayb va nuqsondan pok, o'zi xohlagan bandalarni dunyo balo ofatlari va oxirat azobidan omon qilguvchi, har qanday kuch sohibini bo'ysundirguvchi Allohga hamdlar bo'lsin. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning quli, elchisi va Iso ibn Maryam bashorat bergan zotdir. Ammo ba'd, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini Ummu Habiba bint Abu Sufyonga nikohlab qo'yishni mendan so'rabdilar. Men u kishining nomlaridan talablarga binoan bo'lajak ayollariga Alloh va Rasulining sunnatiga muvofiq 400 dinor tillo mahr beraman dedi va dinorlarni Xolid ibn Saydga uzatdi. Xolid tashakkur izhor qilish uchun o'rnidan turdi va dedi: "Barcha hamdlar Allohga bo'lsin. Men uni maqtayman, undan yordam so'rayman. Unga istig'for aytaman, unga tavba qilaman. Muhammad uning quli va elchisi ekanligiga guvohlik beraman. Alloh o'zining payg'ambarini hidoyat va haq din bilan, garchi kofirlar istamasalar-da, barcha dinlarga g'olib qilish uchun yuborgan zotdir. Ammo ba'd, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning talablarini qondiraman. Vakolatim ostidagi Ummu Habiba bint Abu Sufyonni u kishiga turmushga uzataman. Alloh rasuliga yangi oilasini barokatli qilsin. Ummu Habibaga kulib boqqan baxt muborak bo'lsin." Marosim oxiriga yetgach, ashoblar saroyni tark etish uchun o'rinlaridan qo'zg'alishdi. "To'xtanglar" dedi Najjoshiy. "Uylanganda taom tortish payg'ambarlar sunnatidir." So'ng barchani ziyofatga taklif qildi. Musulmonlar ovqatlanib keyin tarqalishdi. Ummu Habiba aytadi: "Mahar qo'limga tekkach, Abrahaga 50 misqol tillo berib dedim. Men o'sha kuni senga bor narsamni bergandim. Qo'limda boshqa hech vaqo yo'q edi. Ko'p o'tmay Abraha menikiga keldi. Pullarning hammasini qaytardi. Yana bir xushbo'ylik va taqinchoqlar solinadigan quticha ham berdi. Unda o'zimning suyunchiga bergan taqinchoqlarim yotardi. Podshohimiz menga sizdan biron narsa olishni man qildilar" dedi Abraha. "Ayollarga siz uchun eng yaxshi xushbo'yliklarni yuborishni buyurdilar." Ertasiga u menga vars, ud, anbar singari ayollar bezanishda ishlatadigan ajoyib narsalarni keltirdi. Keyin "Sizga bir iltimosim bor" dedi. "Xo'sh" so'radim men. "Men islomga kirdim. Muhammadning diniga ergashdim. Payg'ambarimizga mening nomimdan salom ayting. Sadoqatli joriyangiz Allohga va rasuliga iymon keltirganini u kishiga yetkazing. Iltimos unutib qo'ymang." Shu gaplarni aytib, Abraha uy yumushlarini bajarishga kirishib ketdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashganimda u kishiga boshdan kechirgan sarguzashtlarimni gapirib berdim.
unashtirish marosimi, Abraha voqeasi va uning salomini yetkazdim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundan nihoyatda xushnud bo'ldilar. Unga ham Allohning salomi, rahmati va barokatlari bo'lsin dedilar.